Assalomu alaykum Umidjon o'z kanalining kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning shanba kuni 27-dekabr. Biz o'zimizning xonadondan, Marg'ilon shahridan kichkinagina videorolik olyapmiz. Xo'sh, bugungi videorolik olishimizdan maqsad qo'yimizni mana ko'rib turganlaringdek orqa oyoqlari og'rib qopti. Bunga hozir ko'llarini olib keldim. Veterinar akamiz bilan maslahatlashsam, bu dishda qo'ylarda yashir, xuddi mollarda yashir bo'lsa, og'zidan hali shilimshiq kelib ko'pik keladigan bo'lsa, bularda qo'ylarda orqa oyog'i og'riydi, shunaqangi bosolmay qoladi. Haligi qo'yimiz mana sog'lom, chiroyli turibdi. Mana bunisini tundoqlari o'smagan, tundoqlarini ko'rdim, tundoqlari joyida. Bu oyog'ida turmayapti, orqa bo'g'inida turibdi. Shu bo'g'imlariga kelar ekan, orqa oyoqlariga berar ekan kasallik mana. Ko'rib turibsizlar, mana o'zini ehtiyot qilib avaylab bosyapti. Xo'sh, bunga ikollarini qilamiz. Sizlar bilan birgalikda ikollarini 5 kun qilamiz. Bu videoda ko'rsaning, xudo xolasa ikollarimizni foydasi bo'lgan bo'ladi. 5 kun qilamiz. Lecheniyaning foydasi bo'lsa, keyin bu videoda sizlarga ko'rsataman. Mana dorimiz, bunisi og'riq qoldiradigan ekan. Mana bunisi kuchli shabatalashga antibiotik ekan. Ikkalasidan trivazinini примерно trivazini 50 kiloda bo'lsa, 5 grammdan mana ikkalasidan bittadan tortib qo'ydik. Bunisi og'riq qoldirgani, orqa oyoqlari og'rir ekaniga, bunisi antibiotik o'sha qo'yiladi. Yashurini tuzatganim, men ham endi eshitdim, qo'yiladi yashuri bo'lishini endi eshitdim. O'shani sizlar bilan birgalikda bir davolab ko'ramiz. Bu video chiqsa-ki, demak, xudo xolasa qo'ylarimiz tuzalgan bo'ladi. 5 kun ikor qilamiz. Rezultat bo'lsa keyin bu videoda qo'yaman. İkinci taraf yapalım. Mana akalar, bugün ikinci gün ikollarimizni qilib oldik. Mana antibiotikimiz, bunisi og'riq qoldirgani ikollarimizni bugün ikinci kunini qilib qo'ydik. Mana bu kasal qo'yimiz bunisi edi. Mana o'rgalaydi, mana buni oyog'ini qaranglar. Oyog'ida turibdi, nariginisi buni orqa to'pig'ida turibdi. Oyog'ida tekis ishonasam, bunday hangi bo'lib ish holatda turibdi. Xudo xolasa bugun ikinchi kun ko'ramiz, yana 3 kun qilamiz, natijani ko'ramiz. Mana akalar, bugun 3-chi kun ko'llarini qildik. Xudo xolasa mana bir qator ko'rsatib beraman. Mana antibiotik, bunisi og'riq qoldiradigan dori. Mana qo'chqorimiz, bunisi sog'lomi. Oyoqlari mana tekis chiroyli turibdi. Mana bunisi kasal qo'yimiz, orqa bo'g'ini bukilib turibdi. Bu tindoq o'sishidan emas, o'sha qo'ylarda yashuri mana shunaqangi bo'lar ekan, orqa oyog'i to'pig'iga o'tirib qolar ekan. Hozir mana bugun 3-chi kun, ancha metlari ham yerga tegib turadi, orqa tirnoqlari ham yerga tegib turadi. Mana akalar, bugun 4-chi kun ko'llarni qilamiz. Qo'yimizni olib chiqib oldik. Qo'yxonamizda kichkina, o'shancha olib chiqib baylab olib ko'llarini qilyapmiz. Mana ko'llarimizni tortib qo'ydik. Buni kim ishlatadigan bo'lsa, buni tortib turib, keyin o'sha shprisga buni tortib bo'lmas ekan, uni boshqa dori bilan aralashtirib bo'lmas ekan, o'ziga отдельный bitta shpris ishlatish kerak ekan. Shuni eslatib qo'yay. Bitta ma'lumot, bir-biriga ikkita dori bir-biriga aralashib bo'lmas ekan, hattoki yuqi ham. O'shanda bizda ko'pincha bittasini qilinadi, sirazi o'sha shprisga ikkinchisini ham tortib olaveradi. Bu dori boshqa dorilar bilan chiqishmas ekan. O'shaning uchun buni bitta boshqa soniga qilyapman. Bitta boshqa shprisda bunisini
ikkinchi soniga boshqa shpritsda qilyapman. O'shani bir qator sizlarga eslatma. Hozir 4-kun imkonlarini qilamiz. Bunisi sog'lom qo'yimiz, bunisi kasal qo'yimiz. Mana akalar, bugun 5-kun 27-dekabrdan boshladi ikol qilishdi. 5 kun. Bugun 31-dekabr, yangi yil. Xudo xolasa bugun tugaydi ikollarimiz. Rezultat hali yaxshi, ishtahalari ochilib qoldi. Bo'g'ini hali ham o'sha bukilib turibdi, lekin ishtahalari hali ochilib qolib, qo'y sal tetiklashib qoldi. Shu ikolimizdan bugun 5-kun. Mana ikollarini qilib beramiz. Manda endi birinchi marta kuzatilishi. Endi qo'ylarda oldin ham qo'y boqqanman, hech bunaqangi bo'lmasdi. Ko'p veterinar akalarimizdan so'rasak, shu qo'ylarda yashuri mana shunaqa bo'ladi deyishdi. Bu yil birinchi marta kuzatilyapti ekan. Men ham hozir birinchi marta unga ro'para kelib turibman. Hilla yaxshi. U kecha kunlari qo'y umuman orqa oyog'ida o'tiriq turuvdi. Hozir hilla qadamini bosyapti. Bunisi sog'lom qo'yimiz. Bu sog'lom qo'yimizga ham antibiotikdan qilib turibmiz. Bunisiga yuqmasligi uchun sizlarni qo'ralaringda iloyim bunaqa kasallik uchramasin. Mabodo uchrab qoladigan bo'lsa, mana shu dorilarni mana ishlatdik. Foydasi bo'ldi, xudo xolasa. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa bittadan like tugmachasini bosib, qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.